bu xonadonimizni birinchi o'rinda menga proyekti juda ham yoqdi do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Biz yana bir fayzli xonadonimizda juda ham sifatli tungi qo'nishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Izboskan tumani Paytaxt shahrida joylashgan. Do'stlar, biz bu xonadonimizni tungi fonlar bilan bezab berdik. Bu xonadonimizda biz ichkari shapka qismlarimizni aylanasiga tungi fonlar bilan bezab hamda robotxona qismini, ko'cha shapka qismlarini tungi fonlar bilan bezab berdik do'stlar. Bu xonadonimizda tungi fondan tashqari bestik tarnovlarimizdan, ya'ni sliflarimizdan uy shapkalariga, ko'cha shapkalariga ustunkalar qilib berilgan hamda suv tushib turish uchun mana bunday turbalardan ustunkalar qilib berilgan aziz do'stlar. Shunda bu xonadonimizga do'stlar tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 220 kvadrat tungi fon ishlatdik. Tungi fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasxodlar ichida, ya'ni lesa, reyka, samara, ustunka barcha xizmatlari ichida 140 ming so'm atrofida qilib berdik aziz do'stlar. Hamda tarnovlar ham ustunkalar qilib berdik. Tarnovlarimiz tungi fonning kvadratiga kirmaydi. Bu addenniy pagonometrga hisoblanadi. Tarnovimizning 1 metrini do'stlar 70 ming so'mdan, uni ham barcha rasxodlar ichida, ya'ni tarnovimizning 1 metri, kranshteynlari, orqaga qo'yiladigan polli taxtalari, ustunka xizmatlari, germetikalari hamma rasxodlar ichida 1 metrini 70 ming so'mdan hamda mana bunday suv tushib turish uchun mana bunday turbalarni esa 1 metrini 50 ming so'mdan ustunkasiga kelib o'rnatish shu hamma xizmatlar ichida buni ham mana shunday chiroyli narxlarda qilib berganmiz aziz do'stlar. Ko'rib turibsizlar, uylarimiz juda ham chiroyli, go'zal bo'lib chiqqan. Uyning proyekti ham juda ham go'zal bo'lib chiqqan. Zeleniy zonalari hamda mana bunday burchakdagi sharsharalari hamda mana bu tomonda ko'rib turgan basseynlar ham uyimizga hamohang mos tushgan aziz do'stlar. Bu uyimizni proyekti shaxsan men o'zimga ham juda ham yoqdi aziz do'stlar. Shunda bu xonadonimizga 37,5 million so'm atrofida pul ketdi aziz do'stlar. Tungi foni, tarnovsi, turbasi ichida, hamma ichida xonadon egalaridan faqatgina ustakalarimizga bir mahal obed berildi aziz do'stlar. Sizlarga ham shunaqa sifatli, kачествовали, hamyonbop narxdagi tungi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimiz aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keng xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Sizlar erkin tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga ishlarga omad.